Amerika Mudofaa ministri Amerika-Xitoy orasida urush yuz berganligini tilga oldi. Amerika Mudofaa ministri Mattis bu hafta Singapurda o'tkazilgan xalqaro bexatarlik yig'inida Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi sun'iy orollarga askar o'tkash va qurol o'rinlashtirishdek bir qator ishlarni asla qabul qila olmaydiganligini bildirgan. Besh burjaklik bino rahbari Amerika-Xitoy orasida urush yuz berganligini tilga oldi. 3-iyun kundagi Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerika Mudofaa ministri Mattis bu hafta Singapurda o'tkazilgan xalqaro bexatarlik yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning Shimoliy Koreya masalasini hal qilishdagi faoliyatlarini qo'llaydiganligini, biroq Janubiy Xitoy dengizidagi sun'iy orollarga askar o'tkash va qurol o'rinlashtirishdek bir qator ishlarni asla qabul qilmaydiganligini bildirgan. Mattis yana Amerika Xitoyning iqtisodiy jihatdagi rivojlanishga qarshi turmaydiganligini, ammo bu vaqtda davlatlar o'rtasida kuchli qarim-qarshiliklarning borligini tilga olib o'tish bilan birga Amerika va Xitoyning bugungi dunyodagi iqtisodiy eng taraqqiy qilgan ikki kuch ekanligini, bular o'rtasida kuchli raqobatning mavjudligini, bu raqobatdan asla qochib qutulg'il bo'lmaydiganligini, oqibatda Amerika bilan Xitoy o'rtasida yuz berish ehtimoli bo'lgan urushni to'sib qolish mumkin bo'lmaydiganligini o'tirg'a qo'ygan.